Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar, aziz YouTube ahli, aziz Telegram ahli, aziz Instagram ahli, aziz TikTok ahli, aziz muxlislarim, Ramazon oyi muborak bo'lsin deyman. Hammalaringga o'zimning Bibisora deb nomlangan yangi qo'shig'im tez kunlarga chiqadi. Hozir shu qo'shiqdan bir shingil jonli ijro aytib beraman. Marhamat, mana shu qo'shiq jonli ijro sizlar uchun. Bibisora qizgina siz jilmayib nega o'zingiz kulib bo'xdingiz siz meni ko'nglimga. Nasib bo'lsa tez kunlarda Xumjon Madalov akamizni bitta qo'shig'ini aytib chiqaman. Sardor Mamadalov akamizni qo'shig'ini aytib chiqaman. O'zimni otam degan, dadam degan yangi qo'shig'imni aytib chiqaman. Tez kunlarda nasib bo'lsa yana ham bir shingil aytaman sizlar uchun. Mana shu qo'shiq sizlar uchun. Faqat sizni o'zim sevaman, tuguncha emas o'lgunimcha. Faqat sizni o'zim sevaman. Mana shu videoga keng tarqalish uchun like bosinglar. O'zlaringning fikrlaringni qoldiringlar kommentlarga. Mana shu videoni qondoshlaringga, qoni-qo'shlaringga, do'stlaringga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Ashaddiy muxlislarim, sizlardan iltimos, sizlarni barchalarni yaxshi ko'raman. Yana bir shingil aytaman sizlar uchun. Bibisora qizgina shirinbar qizgina sizni sevib Alloh ayqo'lim sizga qo'lim yetadi. Mana shu qo'shig'im tez kunlarda nasib bo'lsa o'zimni YouTube, Instagram, Telegram, TikTok kanalimga qo'yaman. Обязательно video qilib, chiroyli bir video qilib qo'yaman. Yana ham bir shingil sizlar uchun kuylayman aziz muxlislarim. Sizlar meni ashaddiy muxlislarim. Sizlarni barchalarini yaxshi ko'raman. Qani, sizlar uchun mana shu qo'shiq. Siz meni bag'rimga yorginam bo'lib qolmadingiz, to o'zib qo'ygancha yuraginamga. Faqat o'zingiz meni yuraginamda armon bo'lib qolib ketdingiz. Bibisora qizgina sizlar asal qizgina.